davlatimiz rahbarining siyosiy irodasi bilan paxtachilikda asrlar davomida o'zbek xalqini qiynagan masalaga yechim topildi. Ya'ni klaster tizimi ishga tushdi, manfaatdorlik paydo bo'ldi va mana shu manfaatdorlik orqasidan 10 million dollarlik eksport bilan shug'ullangan korxona bugun 1 milliard haqida o'ylayapti, kamida. Kamida 1 milliardni o'ylayapmiz. Endi to'g'risini aytaman, ilgarigi zamonda ishlaganmiz, ko'rganmiz. Juda qiyinchilik bilan biz shu ip darajasiga chiqishga harakat qilganmiz. O'sha zamonda juda qiyin. Qo'rqmasdan gapiraman, bu g'oya, bu klaster tizimi unikal, butun dunyo tajribasida bo'lmagan. Muhtaram prezidentimiz fikrlarini shunaqa men qoyil qolaman, shu paytlari ishlab ich-ichlaridan shu o'zgartirishni xohlagan odam har doim tahlil qilib, maqsad farovonligimizga, xalqimizni rivojlanishiga, mamlakatimizni rivojlanishiga, o'zgarishga hissa qo'shish ekan. Eng yirik islohotlardan bittasi paxtachiligimizni tubdan fundamental o'zgartirish bo'lgan. Butun mamlakatimizni o'zgartirishga, xalqimizni o'zgartirishga, xalqimizni madaniyatini, dunyoqarashini o'zgartirishga olib keladigan islohotlardan bittasi bo'lgan. Eng asosiy tarixiy burilish. Bu butun davlatimizni keyinchalik rivojlanishiga yillar davomida ta'sir qiladigan katta islohot deb bilaman. O'zgarishni, islohotni eng birinchi mahsuli bizning korxona bo'ladi. Hozirgi kunda korxonamiz mana 6,5 mingta yangi ish yaratilgan. Yo'q joydan desa ham bo'ladi. Noldan. Shart-sharoitlarda islohot orqali muhtaram prezidentimiz hamma tashkil qilib berganlariga imkoniyat yaratilgan. Qishloq xo'jaligidan boshlab sanoatgacha o'zgartirish bu butun davlatimizni o'zgartirdi. Butun davlatimiz transformatsiyasini eng yirik bir yo'nalishi, jarayoni bu hali tugagan yo'q, davom etyapti. Va katta natijalar beradi. Albatta, bu men sizga oddiy natijani aytaman, o'sha sanoatlashtirish 3-4 ta odam ishlagan bo'lsa, u joyda hozir 4 mingta odam, 3 mingta odam ishlaydi. 1000 barobar. 150-200 millionlik so'mlik bir paxta yetishtirilgan bo'lsa, hozir tayyor mahsulotgacha 1 trillionlik chiqyapti. Ya'ni 1000 barobar. Bu tizim bilan qiziqadiganlar ko'paydi, juda ko'p. Shaxsan bizning korxonamizga Qozog'istondan, Tojikistondan, Qirg'izistondan, Afg'onistondan, Ozarbayjondan kelib o'rganayotganlar ko'p. Takliflar ko'p, birgalashib qilaylik, birgalashib ko'rsatinglar, qanaqa qilib bunga erishganimiz. Bu albatta tan olish. Shaxsan biz misol Qozog'istonda, Ozarbayjonda ishlayapmiz. Nima deb o'ylaysiz? Hozir o'zbek paxtasiga qarash o'zgardimi? Qay darajada o'zgardi? Tafakkur qilsak, bu islohot demak keng qamrovli hisoblanadi. Nafaqat O'zbekistonda o'zgartirish, balki mintaqamizni o'zgartirish. Tarixda bu 12 yil bizda boykot bo'lgan bo'lsa, 1 yil ichida, 2 yil ichida hech kim bu boykotga yetishmagan ekan. Boykotga yetish ham juda uzoq jarayon bo'lgan ekan. Bular vaholanki islohot bo'ldi, 2 yildan keyin boykot yechildi. Shu islohot ularni bizga do'stga, hamkorga aylantirdi. Bu qanchalik bizning muhtaram prezidentimizni uzoqda ko'rib bilishlari. Shunchalik do'stki, hozir mana iltimos qilishadi, birga loyiha qilaylik. Shu darajaga keldik, ular brendlarni chaqirib taklif qilishyapti. Shu islohotlar bo'ldiki, orqaga qaytarib bo'lmaydigan islohotlar. Qanchalik odilona islohotni muhtaram prezidentimiz o'tkazganlariga ular fundamental o'zgartirish. Dunyo hamjamiyati o'rgandi, ishondi. Bu juda katta natija. Men aytayapman, biz oddiy hamkorimizni ishonchini qozonish qanchalik azob. Bu dunyo hamjamiyatini ishonchini qozonish bu prezidentimizni shu oqilona uzoqda ko'zlab islohotni shunaqa qilayki, xalqimga 100 yilga oldinga rivojlanishga turtki beradigan bu davlatimiz muvaffaqiyat. Yirik korxona qurganimizda u joyda, tashlandiq joyda hech qancha odam ishlamasdi, deyarli ishlamasdi. Hozir 3 mingtadan oshiq odam ishlaydi. Eng asosiy shu korxonamizni atrofida boshqa tadbirkorlar paydo bo'ldi. Atrofimizda muhit o'zgarishni boshladi. Qo'pol qilib aytganda, ko'p fermerlarimiz velosiped minib yurgan paytini bilamiz. Hozir BYD minib yurgan paytini bilamiz. BYD minib yurgan. Dehqonni ham kosasi oqardida. Albatta, oqardi. Nechta bizning fermerlarimiz chet elga o'zining bolalarini o'qitgani yuborgan. Mana quvonarli holatlar. Eng mana quvonarli ilm oqtarganlar ko'paydi. Rivojlanaman degan yoshlar ko'paydi. Ilgari hech kim oliy ta'limga kirmagan bo'lsa yoshlardan. Hozir 10 tasidan 7 tasi, 8 tasi oliy ta'limga kiraman dedi. Bu degani shu islohot xalqimiz rivojlanishiga, xalqimizni o'zgarishiga, kambag'allikdan chiqishiga intilishini paydo bo'lgani emasmi, bu isboti emasmi? Bu bor faktlar bo'yicha biz ko'rganmiz. Bu rivojlanish emasmi? Bu butun mamlakatni o'zgartirish emasmi? Biz shuni guvohi bo'lib turib, ko'pchilik bari qadriga yetmaydi, shukrona qilmaydi.
bu hammasi baribir muhtaram prezidentimizni mehnatlarini hosili. Yana bir marta aytaman, bu shunchalik shunaqa fidokor odam bo'lishi kerak, xalqqa o'ylaydigan, uzoqni ko'zlaydigan jamoamiz nomidan biz birinchi navbatda muhtaram prezidentga katta minnatdorchilik bildirmoqchiman. Klaster